Assalomu alaykum, Yashil hovli kanali kuzatuvchilari. Bugun antorium gulini bargida shunaqa dog' bo'lish sababini ko'rib chiqamiz va uni boshqa tuvakka ko'chiramiz. Bunaqa bo'lishiga sabab noto'g'ri sug'orilgan, tuprog'i olib kelingan tuprog'i almashtirilmagan. Mana hozir ko'rsatib o'taman. Buni olib kelingan tuprog'i namligini uzoq saqlash uchun torfga ekiladi va bunda torfli setkasi bo'ladi. Hozir shuni ko'rsataman. Mana bu torfli setkasi o'zi juda ham ko'p namlikni saqlab turibdi. Agar buni hozir ehtiyotli bilan ildiziga zarar bermasdan olib tashalmasa, tuprog'ini yengilamasa, chirib ketadi ildizlar. O'tkir tozalangan qaychida sekin qirqib olib tashlaymiz. Mana ildizlari sog'lom. Hozir bunga universal tuproqqa vermikulit, perlit, kokos va chips aralashtirib men turpoq tayyorlab oldim. Video cho'zilib ketmasligi uchun bu jarayonni ko'rsatmadim. Endi hozir shu tuvaga men ekib olaman. Bir qo'lda ekish noqulay bo'lgani uchun men ekib olib keyin ko'rsataman. Mana antorium gulimizni ekib oldik. Bugun bu gulni sug'ormayman, chunki tuprog'ida namligi yetarli. Buguncha shu. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Video foydali bo'lgan bo'lsa, antorium gulini yaxshi ko'radigan tanishlaringizga jo'natib qo'yinglar. Sog' salomat bo'linglar.